Barguzub, uzib turum. Assalomu alaykum. Salomatlik akademiyasiga xush kelibsiz. Kanalimizda faqat tibbiyot bilangina cheklanmasdan, tabobatda ham qo'shishga qaror qildim. Barguzub hamma yerda topiladi. Juda ham arzon mahsulot. Qaranglar, hatto o'rgamchiga mana davolangan kelibdi menimcha. Urug'idan tortib to ildizigacha dori buni. Bu o'simligimizni jigar sirrozlariga qanaqa foydasi bor deb so'rashlari mumkin. Jigar sirrozlarida e'tibor qilsak, hazm bilan muammolar yuzaga keladi. Chunki o't ajralishi yaxshi bo'lmaydi, ovqat hazm bo'lishi yaxshi bo'lmaydi, ichki kelishda buzilishlar bo'ladi. Shunda shu zubturum urug'ini qaynatib iste'mol qilinsa, och qoringa ovqat hazmini yaxshilab beradi. Ya'ni 15 gram zubturum urug'ini olasiz, 150-200 gram suvda qaynatasiz va 15-20 gramdan ichib turasiz. Ovqatdan yarim soat oldin. Bu hazmni yaxshilab beradi. Endi jigar sirrozida trombositlar soni kamayib ketadi. Bemorda burundan qon kelish, milkdan qon kelish holatlari kuzatiladi. Ushbu holatda men bemorlarga barguzubni bargidan salatlar qilib yeyish tavsiya qildim. Natijalar zo'r bo'ldi. Bemorlarda burun qonash, milk qonashlar to'xtadi. Trombositlar soni sezilarli darajada ko'tarildi. Jigar sirrozida ham juda ham foydasi katta. Yosh bolachalarimizda ba'zida yo'tal paydo bo'ladi, quruq yo'tal. Tomoqlarda og'riq. Shunda ham barguzubni bargini qaynatib, tomoqni chayqash. Barguzubni bargini qaynatib, asal qo'shib ichirsak, yo'talga ham juda katta foyda, juda zo'r effekt beradi. Buni hatto ildizini qaynatib ichsa ham o'sha insonlarda immunitetni ko'taradi, yo'talga qarshi effekti bor. Juda ham zo'r, juda ham tabiiy dori. Ko'pchilik shunchaki oyog'ini ostida yotgan tabiiy boylikka ahamiyat bermaydi. Rostsi bu o'tni qidirib hozir rosa aylandim. Salqin suvli joylarda ko'p bo'ladi. Suvni juda yaxshi ko'radigan o'simlik. Bepul hammaga topish ilojisi bor. Trombositlarni ko'tarib beryapti. Jigar sirrozida, milk qonashlarda yaxshi effekt beryapti. Undan tashqari buni teridagi har xil allergik toshmalarga ham o'sha suvni qaynatib bagini yuvilsa, allergik toshmalari, teridagi har xil yaralarni davolaydi. Qarang qanchalik foydasi ko'p. Qimmatbaho har xil maz, sprey olib teringizdagi jarohatlardan qutula olmayotgan bo'lsangiz, mana sizga eng arzon bepul dori. Qaranglar, mana qancha bor. Topish mumkin-ku, ilojisi bor-ku, noto'g'rimi? Teridagi jarohatlarga bargini yuvib turib qo'yilsa, terini bitishini tezlatib bergan, o'sha klinik tadqiqotlar o'tkazilgan bu dori anchadan bos o'rganilayotgan bu o'simlik. Faqatgina biz oyog'imiz tagidagi narsani tepkilab o'tib ketamiz xolos. Aslida agar hozir yevropalik yo bironta tabobatni biladigan boshqa chet ellik inson kelib agar ko'rib qolganda, hozir har bitta bagini terib o'tirgan bo'ladi. Ildizgacha sug'urib uyimga olib ketamandir. Qaranglar mana. O'tlarning orasida o'sib yotibdi. Shifosini aytdim sizlarga, foydasini. Bitta narsani bilib olinglar, jigar sirrozida asosiy dori hisoblanmaydi. Lekin shu qon ketishlarni to'xtatib, qonni ivishini yaxshilashga ancha effekt beradi. Men o'zim sinab ko'rdim bemorlarimizda. Bilasizlar, mana kanalda kuzatadiganlar anchadan bo'lsa bemorlar bilan ishlab kelamiz. Yordamchi sifatida, masalan, qon to'xtatadigan preparatlar ko'pchiliklarda masalan ukologiyani toqati yo'q. Oddiy misol vitamin K kerak bo'lsa, Vikasol ukololin yoki qon ketayotgan bo'lsa, ditsinon qilaylik. Bemorlar ukol xohlamaydi, tushunasizlarmi? Ular joniga tegib ketgan ukol. Shunaqa bemorlarga bo'ldi, barguzubdan shunchaki salat qilib yeng bo'ldi. Och qoringa salatini yeng. Mana effekt, mana milk qonamay qoldi, tish qonamay qoldi, burnidan qon kelmay qoldi, taloqdagi og'riqlari oldi. Bir bemorimiz talog'i katta bo'lib ketgan edi, o'zida o'sha bemorimiz o'zisini paftor tashlayapti. Shu barguzubni salat qilib yeyishni boshladi. O'ng tarafdagi, chap tarafidagi og'riqlar ancha qoldi. Chap tarafda og'riq ko'proq taloq hisobiga bo'ladi. Taloq kattalashganda portal gipertenziya hisobiga. Natija zo'r bo'ldi. Bemorimizni talog'i kichraydi, milkidan qon kelish to'xtadi. Bemorimizni ishtahasi ochildi, hazmi yaxshilandi, ichi qotmay qoldi.
tabiiy, mana ichakdagi, oshqozondagi yaralari davolayapti, hazmi buzilishini sozlab beryapti, qon ketishlarini to'xtatyapti, yo'talga davo, teridagi har xil toshmalarga dori, oyog'imiz tagida. Uzoqqa bormayman. Qaranglar qancha mana. Bular mana endi o'syapti, katta bo'lyapti. Bu qidirsangiz dalalarda chiqaveradi. Prosta shu ariqlar bo'yida suv e'tibor qilinglar, mana namlik juda yaxshi joyda-da. O'shanga o'ta ko'p bu yerda. Namlik bor yerda o'sadi, zo'r o'sib beradi. Atayniga shu ariqlar bo'yiga kelib, qidirib, sizlarga topib video qilib olyapman. Mehnatimizni qadrlab, iloji bo'lsa like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yamiz. Salomatlik akademiyasiga obuna bo'linglar. Tibbiyotdan uzoqlashmagan holatda tabobati sizlarga targ'ibot qilib ketishni xohladim. Menimcha hammaga ma'qul bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.